Bugun Aristonni tozalashni ko'rsatib beraman. Mana bu Aristonni xuddi mana shu tarzda 1 yil oldin o'rnatib ketgandim. Ishlab yotibdi. Xullas, almashtirish vaqti keldi. Mana qaranglar, ikkita kranni ham yopamiz. O'tgan videoda haterlar juda ko'p bo'ldi, negativlar. Qizil anavi issiq suvga kran nima kerak deb. Hozir bizni dushimiz yuqori nuqtaga joylashgan. Hozir men buni suvini bo'shatib, amerikankani yechib, Aristonni yechib olgan taqdirimda ham tepada turbadan suvini tugashini, mana bu yerga oqib yotganini oldini olish uchun shunchaki bitta kranni qo'ydingiz, bo'ldi. Himoya yopildi. Mana bu yerga hozir shlankani ulaymiz. Suvni ochib yuboramiz. Bu kranni ochamiz, havo tortib bo'shaydi. E'tibor beringlar. Har doim mana shu avariyni klapandan keyin qo'yiladi bu kranlar. Agar teskari bo'lsa, bu suvni o'tkazmaydi orqaga. Hozir bunga shlank ulaymiz. Mana hozir suvni bo'shatishni boshlaymiz. Shlank topmagandim, bir bo'lak gofran ulab qo'ydim. Qaranglar, yaxtak suvni ochamiz. Buni ochamiz. Mana havoni tortib suv oqayapti. Xullas, mana shu hozir 10-15 daqiqada o'sha suv to'liq to'kilib ketadi, hech qanday muammosiz. To bu yer suv bo'shagancha biz tepadagi filtrni almashtiramiz. Mana tepadagi filtrni almashtirgancha suv ham bo'shadi. Mana bu ochiq. Suv qolmadi. Endi mana shu Aristonni yaxshi tomoni, mana bu yeri ochiq bir xil Aristonlar plastik, mana bunday orqasi bilan yopiq bo'ladi. Bu narsani yaxshiligi, biz Aristonni joyidan yechib olmasdan tozalasak bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerda ikkita bolti bor, keyin mana plombani ichida ikkita bolti bor. Krishkani yechib olamiz. Mana krishkasini yechib oldik. Mana bu yerda ikkita qo'qchasi bor. Yechgandan keyin sal tortsangiz chiqadi. Keyin bu yerda mana osiltirib qo'yasiz. Mana bu yerda boltchada zazemleniya ulangan bo'ladi. Shu keyin mana tentni shunday sog'rib olamiz. Sekingina qimirlatib. Bo'ldi, Aristonimiz bo'shadi. Endi biz mana shu boltlarni yechsak, tent chiqadi. Undan keyin tentni tozalaymiz. Mana buni tagiga satilni qo'yamiz degan. Yaxtak suvni bitta ochsak, napor bilan ichini o'zi yuvib, shunday tozalab tushiradi. Mana boltlarni yechib oldik. Endi asta bunaqani chiqarib olamiz. Mana tent chiqarib olgandan keyin ichkaridagi narsalarni olib tashlaymiz. Buni yana ham yaxshi yuvish uchun bitta suvda ochsak, o'zi napor bilan yuvib chiqadi. Bo'ldi, ichi toza bo'ldi. Aristonni ichidan chiqqan. Tentni hozir tozalaymiz. Mana bu anod bo'ladi. Shuni almashtirishimiz kerak. Boltda turadi. Sekin burab ochishimiz kerak. Mana shu narsa, mana bu qurimlarni paydo qilishni oldini oladi. Aristonni ochishdan oldin mana bu narsasini anod deyiladimi, katod deyiladimi, esimda yo'q. Mana shundan ikkita olasiz. Ya'ni bunda ikki xil rezba, M6 va M8 bo'lishi kerak. Mana ikkalasidan biri tushadi. Agar sizda mana shunday kattasi bo'lsa, kattasini qo'yasiz degan, kichkinani magazinga qaytarib berasiz. Maydasi bo'lsa, maydasini qo'yasiz. Buni hozir ochib, keyin magazinda izlab, sarson bo'lmasligi uchun oldindan ikki top qo'ysangiz, ikki xil rezba bo'ladi o'zi. Har xil boller, ya'ni Aristonni ichida har xil bo'ladi. Hozir biz mana kattasini qo'yamiz, kichkinani magazinga qaytarib beraman. Buni tozalashni endi meni o'zimning usulim. Hamburchada mana shunday nakib bosgan joylarini qisaman, lekin ezmayman. Shunday yengil mana shunday aylantiraman. O'zi sinib tushib ketadi. Eng muhimi mana shu temirini shilib tashlamaslik kerak.
ezib tashlamaslik kerak. Ichkaridagi spirali bor. O'shanga ziyon yetmasligi uchun. Keyin Aristonni qizish portlaydi deyotganlar. Mana bu tent bo'lsa agar, mana shu holatda tent. Mana bu temperaturni datchikda trubkasi. Agar mana shu to'liq xuddi mana shunday nakib bilan bitib qolsa, mana shu termostat suvni qanchalik qiziganini tushunmaydi va o'chirmaydi. Bu shu sababli tent suvni qizdirishda davom etadi. Agar avariyni klapan ishlamasa, o'shandagina suv qizib qaynab ketadigan yorilish xavfi bor. Endi u darajada metan portlaganda deb aytishadi, unchalik emas. Lekin ichkarida qaynoq suvda endi yorilganini faraz qiling. Odam bo'lsa kuyib jinjagi chiqib ketadi. Shu sabab mana shular tozalanib turishi kerak. Mana shu agar to'liq qurum bosib ketgan bo'lsa, termostat suv qiziganini tushunmaydi, ham buni o'chirmaydi. Shu sabab qaynatishda davom etaveradi. Mana tentimiz mana shu holatda tozalandi. Bundan zo'r tozalash mexanicheskiy agar tozalaymiz desangiz, tent rasvosini chiqarib tashlaysiz. Agar biron qanaqa kislotaga tiqsangiz ham rasvosini chiqarib tashlaysiz. Xullas buni mana shu rezinkalarni ham yaxshilab yuvasiz. Musor qolmasin. Mana bu kontaktlarga suv tegmasin. Suv tegsa yaxshilab quriting. Endi oldingi holatida qanday yechgan bo'lsak, shunday o'rnatib boltlarni qotirib olamiz dagin. Undan keyin suvni bir ochib ko'ramiz. Hech qayerdan oqmasa, qapoqlarini tiqib tokka ulaymiz. Mana boltlarni ham qotirib oldik. Keyin boltini qotirganingizda esingizdan chiqmasin, mana shunaqa boltlar har doim krest qilib tortiladi. Ya'ni buni tortdingizmi, to'g'ri aydagi. Undan keyin bu bo'lsa, buni to'g'ri aydagi. Bu keyin bu mana shunday krest shaklida tortilsa, bir tekis tortiladi. Ham buni ko'rsatish esdan chiqibdi. Tentni o'rnatishdan oldin tester yordamida tashqi probitiya, ya'ni tok ichki klemadan tashqi korpusga o'tmayotganligini testerdan tekshirib olasiz. Buni ham biron kun alohida videoda ko'rsataman, esdan chiqib ketibdi. Bo'ldi, endi krantlarni yopamiz degan, suvni ochamiz. Mana shunday qilib havoni chiqarib tashlasak ham bo'ladi. To'lgandan keyin mana bu yerdan suv oqadi, yopib qo'ysak bo'ladi. Hozir tekshirib olamiz, hech qayerdan suv oqmasa, qapqog'ini yopamiz, tentlarni joyiga qo'yamiz, o'rnatamiz. Shu bilan ishimiz tugaydi. Aristonni o'rnatdik, endi hammasi ishlaydi. Obratniy klapanda mana bu yerda boltchasi bo'ladi, uni yechishlaringiz shart. Yana birinchi videoda ko'pchilik turbamga mufta qo'yilgandi, o'shani gapirishgan. Uni sababi klient olib kelgan ikkita kran ham eng arzon kran bu, mana bu yoqdan suv oqishni boshlagandi. To'liq amerikankalar bilan yangilamaslik uchun mufta ulab kranda almashtirganman. E'tiboringiz uchun rahmat. 11 oyda ekanda tozalandi.